Akalar, nafaqat boshlang'ich to'lovsiz, balkim Hodi Avto sizlarga foizsiz ham avtomobillar berishga tayyor turibdi. Like bosib qo'ying, podpiska bosib qo'ying. Bunaqa zo'r kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas, akalar, hech narsani bekitish yo'q. Ochig'ini aytaman, foizlarigacha va oylik to'lovlarigacha qancha muddatga berilishigacha hammasini keltirib aytib beraman. Sizga qaysi bir ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol telefon qilinglar, batafsil ma'lumot olinglar. Mabodo kredit olib qolib, cho'rniga tushib qolgan bo'lsangiz ham telefon qiling, qolganini gaplashaveramiz. Xullas, 30% boshlanish to'lov qilasizlar, 30 oyga 5 million 100 dan oylik to'lov chiqadi. Tracker avtomobilniki 40% boshlanish to'lov qilasizlar, 35 oyga 3 million 600 dan chiqadi. 50% boshlanish to'lov qiladigan bo'lsanglar, 2 million 400 dan chiqadi. Xullas 60% boshlanish to'lov qiladigan bo'lsanglar, akalar, kulib yuborasizlar bunaqa summalarni eshitib. 60 oyga 1 million 400 dan mana shu Tracker avtomobillari oylik to'lovlari bilan chiqadi. Nima deyapti? Hech qanaqa foizlarsiz bemalol kelasizlar. Boshlanish to'lovini qilasizlar, olib chiqib ketasizlar. Foizlarsiz haydaysizlar. Bir xillarga foizlar to'g'ri kelmaydi mana. Borasizlar, undan arendaga olasizlar, masalan, 4000 ga, 5000 boshlanish to'lov qilib turib, nima qilasizlar? 30 talik uryapti u ham. Kreditga olasizlar Trackerlarni. Nima qilasizlar? Mana foizsiz olinglar, 1 million 400 dan oylik to'lov. Bardo etsanglar, bardoga ko'k desanglar, ko'k, oq desanglar, oq, qora desanglar, qora ham chiqarib beramiz. Xullas, Hodi Avtodan eng zo'r takliflar. O'tkazib yubormanglar, like bosib qo'yinglar, tanishlarga jo'natib ogohlantirib qo'yinglar. Joninglar sog' bo'lsin, kuzatishda davom etinglar.